Ayol kim? Birinchi bo'lib Fir'avnga butun iymoni, kuch-quvvati va shijoati ila yuzma-yuz ro'para turgan shaxs erkak emas, ayol bo'lgan. U Sayyida Osiyo. Birinchi bo'lib Ka'batullohning vujudga kelishi va Makka shahrining gullab yashnashiga sababchi bo'lgan shaxs erkak emas, ayol bo'lgan. U Hojar onamiz. Birinchi bo'lib yer yuzidagi eng pok suv, Zamzam suvini ichishga erishgan shaxs erkak emas, ayol bo'lgan. U Hojar onamiz. Birinchi bo'lib Muhammad alayhissalomga iymon keltirgan shaxs erkak emas, ayol bo'lgan. U Xadija onamiz. Birinchi bo'lib islom uchun jonini fido qilgan shaxs erkak emas, ayol bo'lgan. U Sumayya roziyallohu anha. Birinchi bo'lib islom uchun mol-mulkini hech ikkilanmasdan fido qilgan shaxs erkak emas, ayol bo'lgan. U Xadija onamiz. Birinchi bo'lib Safo va Marva orasida yugurgan shaxs erkak emas, ayol bo'lgan. U Hojar onamiz. Bilmagan har kimsa bilib olsinki, ayol islom uchun faxrdir. Ayollarni hurmat qilgan va ularning qadr-qimmatini bilgan erkaklarga Allohning salomlari bo'lsin. Alloh uchun turmush o'rtog'i va farzandlarining xizmatini qilgan ayollarga ham Allohning salomlari bo'lsin.